Hozirgi kunda O'zbekistonda qaysi marketplace'lar bor va ular qanday qilib rivojlanyapti va biz qaysi birida sotuvchi sifatida ish boshlashimiz mumkinligi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Meni ismim Muhammad. Marketplace sohasida 2 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Hozirgi kunda Qadam Education'da Uzum va Yandex Market kurslari bo'yicha speaker hisoblanaman. Hozirgi kunda O'zbekistonda rivojlanib borayotgan marketplace haqida gaplashib o'tsak, bular Ozon, Wildberries, Uzum Market va Yandex Market haqida gaplashamiz. Kelinglar birinchi navbatda Uzum Market haqida gaplashib o'tsak, ya'ni ko'pchilik foydalanadigan Uzum Market. Hozirgi kunda Uzum Market ilovasini Play Market va App Store orqali 25 milliondan oshiq bo'lgan foydalanuvchilar yuklab olgan. Bu hozirda onlayn savdoni yana ham jadal rivojlanishidan dalolat beradi. Uzum Marketning hozirgi kunda 1058 tadan oshiq bo'lgan tarqatish punktlari bor butun viloyatlar bo'yicha. Bu yana ham bizning xaridorlarimizga qulayliklar, imkoniyatlar yaratib berishda davom etib kelyapti. Uzum Market hozirgi kunda 3 ta model bo'yicha ishlaydi, ya'ni FBS, FBO va DBS sistemalari bo'yicha. Uzum Marketning hozirgi holatiga kelishiga sabab birinchi navbatda bu tez yetkazib berish. Ya'ni bundan oldin bir qancha marketplace'lar bo'lgan albatta, o'sha Zudmol, OLX yoki boshqa marketplace'lar. Uzum Market bir kun yetkazib berish orqali hozirgi natijaga erishdi. FBS sistemasiga qaraydigan bo'lsak, offline va ishlab chiqaruvchilar ham o'zining mahsulotlarini FBS sistemasi orqali savdolarga qo'yib kelishgan. Ko'pchilik Uzum Marketdan haligacha faqat mahsulot sotib olamiz deb o'ylashadi, lekin biz albatta o'z mahsulotlarimizni Uzum Marketda ham sotishimiz mumkin. Ya'ni Uzum Marketda o'z mahsulotlarimizni joylagan holatda yaxshigina daromad qilishimiz mumkin bo'ladi. Uzum Market bizning mahsulotlarimizni sotib bergani uchun albatta komissiya xarajatlari bor. Bu yerda har bitta tovar bo'yicha, yo'nalish bo'yicha Uzum o'zini komissiya xarajatlarini olib qoladi. Ya'ni bu 1% dan 30% gacha qilib belgilangan. Ya'ni imkoniyati cheklangan insonlarning mahsulotlari uchun 1%, oyoq kiyimlar uchun 20%, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning mahsulotlaridan 10%, kiyim-kechaklarda 25% qilib belgilangan. Va undan tashqari bizda logistika xarajatlarimiz ham bor. Ya'ni bu yerda har bitta mahsulotimizni olib borib bergani uchun bizda 5000 so'mdan 20000 so'mgacha bo'lgan logistika xarajatlari ham bor. Endi Uzum Marketda afzalliklari nimada? Uzum Marketning afzalliklari asosan bu sizning mahsulotingizni 12 viloyat bo'yicha bemalol sotish imkoniyatini bizga yaratib bergan. O'sha yuqorida aytib o'tgan tarqatish punktlariga mahsulotlarni yetkazib berish orqali. Uzum Marketda hozirgi kunda 1 milliondan oshiq bo'lgan assortimentlar bor va 20 mingtadan oshiq sotuvchilarga ega. Uzum Marketda ko'pchilik o'ylaydi, mahsulotimizni qo'ysam bo'ldi, sotiladi deb. Albatta bu yerda sistema, ya'ni tizimni o'zini ma'lum bir qoidalari va ma'lum bir talablari bo'ladi. Ya'ni bu yerda birinchi navbatda biz qaysi yo'nalish bo'yicha savdoga kirganimiz ma'qul. O'shalarni biz analiz qilgan holatda bozorga qo'yishimiz kerak. Chunki hozirgi kunda Uzum Marketda o'ziga yarasha konkurentlari va o'ziga yarasha talablari kuchaygan. Ya'ni oldingi sistemada emas. Endi afzalliklari bo'yicha gapiradigan bo'lsam, afzalliklari bu asosan biz o'zimiz mahsulotni 12 viloyat bo'yicha bemalol sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz va albatta bu yerda bizning mahsulotlarimizni Uzum Nasiya orqali bo'lib to'lashga ham mahsulotlarimizni xarid qilishlari mumkin. Yana bitta afzalliklardan biri, viloyatdan turib ham biz bemalol o'zimizning mahsulotimizni sotish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni FBS sistemasi orqali yaqinda ishga tushgan mana Samarqand va Farg'ona viloyatlarida FBS sistemasi orqali o'z mahsulotlarimizni sotishimiz mumkin bo'ladi. Oldin faqat FBS sistemasi orqali Toshkent shahrining o'zida ishlashimiz mumkin edi. Bu yana ham o'sha kengayish va boshqa viloyatlarda ham FBS sistemasi orqali mahsulotlarni sotish imkoniyatini yaratib beryapti. Bu albatta afzalliklaridan biri hisoblanadi. Undan tashqari kamchiliklari ham bor albatta. Ya'ni kamchiliklar deganda boshqa marketplace'larga nisbatan, ya'ni bu hozirgi kunda O'zbekistonda bu Yandex Market konkurent sifatida kirib kelgan. Yandex Marketga nisbatan bu yerda ozgincha konkurentlar bor. Ya'ni bu yo'nalishdan kelib chiqqan holatda. Agar biz Uzum Marketga yoki umuman marketplace sohasiga to'g'ri strategiya va to'g'ri algoritmni tushungan holatda kiradigan bo'lsak, yaxshi savdolar qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi Yandex Marketga keladigan bo'lsak, Yandex Marketda Uzum Marketga nisbatan farqlar bor, bu katta. Birinchi navbatdagi farqi bu hozirgi kunda Yandex Marketda konkurentlar deyarli kam. Yo'q desak ham bo'ladi. Bu yangi marketplace bo'lgani hisobiga. Asosan Yandex Market mana ko'pchilik biladi, bu Rossiya marketplace hisoblanadi va o'shaning hisobiga Yandex Marketda sistema, tizim va albatta reklama strukturalari yana ham kuchli va albatta tizimli hisoblanadi. Hozirda Yandex Marketda Uzum Marketga nisbatan ozgincha savdolar pastroq, lekin bu boshlanish albatta. Uzum Marketning ham boshida kirib kelishiga qaraydigan bo'lsak, boshida ko'pchilik ishonmagan, onlayn zakaz qilib bo'ladimi yoki ishonchlimi degan savollar albatta qiynagan. Va hozirgi kunga kelib mana Uzum Marketda ishonch paydo bo'ldi odamlarda, mahsulotlarni xarid qilishyapti, bo'lib to'lash qolishyapti va uyigacha yetkazib berish xizmatlaridan foydalanishyapti.
O'shaning uchun Yandex Marketda ham albatta bu narsalar yana ham rivojlanadi va bu Uzum Marketga nisbatan yaxshiroq va yana ham mukammalroq bo'lishi mumkin. Chunki yuqorida aytganimdek, Rossiya marketplace'da bo'lganiga. Endi uni plyus-minus tomonlar haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi navbatda Yandex Marketda Uzum Marketga nisbatan FBA sistemasi, ya'ni xuddi u ham Uzumga o'xshab FBA sistemalari bo'yicha mahsulotlarni sotish imkoniyatini bergan, ya'ni o'sha sotuvchilarga. Va Yandex Marketda afzalligi asosan FBA sistemasi bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni mahsulot o'zingizda turgan holatda sotmoqchi bo'lsangiz, hamma viloyatlarga ochiq qo'ygan. Ya'ni siz O'zbekistonning xohlagan viloyatidan turib ham bemalol FBA sistemasi orqali mahsulotlaringizni Yandex Marketda sotish imkoniyatiga egasiz. Agar Yandex Marketga kiradigan bo'lsak, biz birinchi navbatda to'g'ri sistema va to'g'ri algoritmlarga tayangan holatda bemalol yaxshi savdo qilishimiz mumkin. Yandex Marketda yana bitta afzalliklardan biri nazorat nisbatan Uzum Marketga nisbatan bu kuchli hisoblanadi. Biz mana Uzum Marketda reklamalardan, aksiyalardan foydalangan holatda savdolarimizni oshirishimiz mumkin. Yandex Marketda esa SEO tizimi kuchli ishlaydi va albatta kartochkalarni nazorati kuchli hisoblanadi. Bu yerda o'sha mahsulotingiz haqida ma'lumotlar va albatta vizuallariga katta ahamiyat beradi. Ya'ni tekshiruv bu holatda yuqori hisoblanadi. Komissiya xarajatlariga keladigan bo'lsak, albatta komissiya xarajatlari Uzum Market bilan deyarli bir xil, qaysidir kategoriyalarida albatta Yandexda komissiya xarajatlari kam. Endi Yandex Marketda nimaga savdo qilishimiz kerak? Chunki birinchi navbatda Yandex Marketda ishonch yuqori. O'shaning hisobiga biz Yandex Marketda savdo boshlashimiz mumkin va asosan Yandex Marketda mana oldingi videolarimizda gapirib o'tganmiz, o'sha ko'chada Yandex taksilarida ko'p foydalanadigan odamlar, ko'chada yuradigan odamlar va undan tashqari Yandex platformalaridan ko'pchilik foydalanib o'tadi. O'shaning hisobiga Yandexda ishonch yuqori va brend mahsulotlarga bo'lgan talab yuqori hisoblanadi. Hozirgi kunda Yandex Market O'zbekistonda o'z ish faoliyatini boshlagan va albatta kelajakda biz o'z mahsulotlarimizni Rossiya bozoriga ham sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Va Yandex Marketda hali to'liq ba'zi bir funksiyalari ishga tushmagan, lekin Rossiyada albatta bu narsa ishlayapti. Bizga ham bu narsa keladi. Ya'ni aytmoqchimanki, agar to'liq funksiyalari ishga tushadigan bo'lsa, biz mahsulotlarimizni yana ham yaxshiroq sotish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yandex Marketning eng zo'r afzalliklaridan biri bu pul chiqarish. Yandex Marketda pul chiqarish, siz o'zingiz buni nazorat qila olasiz. Ya'ni bir kunda chiqarasizmi, ya'ni o'sha zakaz tushgandan keyin xaridor mahsulot olib ketgandan keyin ertasi kuni pulingizni olishingiz mumkin yoki 2 haftada bir marotaba olishingiz mumkin yoki bir oyda 4 marotaba qilib bo'lib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Uzum Marketda savdo qiladiganlar bilishadi. Ya'ni mahsulot zakaz tushgandan keyin xaridor olib ketgan kundan boshlab 10 kunda hisob raqamimizga o'tkaziladi. Bu yerda esa Yandex Marketda biz o'zimiz pul chiqarish kunini belgilashimiz mumkin. Ya'ni bu yerda bizning qo'limizda tezroq pul bo'ladi. Mahsulotlarimizni yana qayta sotuvga olib chiqishimiz uchun. Endi albatta kamchiliklari ham bor. Kamchiliklar deganda hozirgi kunda Uzum Marketga nisbatan boya aytib o'tganimizdek, sotuvlar ozgina pastroq. Va boya yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha ba'zi bir funksiyalari hali ishga to'liq tushmagan. Ya'ni o'sha Yandex Direct va o'sha reklama funksiyalari ishga tushadigan bo'lsa, biz Yandexga tegishli bo'lgan hamma platformalarda mahsulotimizni yana ham kuchliroq reklama qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana O'zbekistonga Ozon va Wildberries marketplace'lari, ya'ni Rossiya marketplace'lari ham kirib keldi. Birinchi o'rinda o'sha Uzum Market masshtabni boshlab berdi elektron tijoratni va bu yoqqa mana sekin-sekin Rossiya marketplace'lari ham kirib kelyapti. Chunki O'zbekistonda elektron tijorat hali bozori bo'sh. O'shaning hisobiga boshqa marketplace'lar ham kirib kelyapti. Balki Amazon ham kirib kelsa, buni ham to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Albatta bu narsa bizga yaxshi imkoniyatni beradi, chunki biz bitta platformada emas, qolgan bir nechta platformada ham savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Wildberries misolda oladigan bo'lsak, biz Wildberriesda savdo qilishimiz uchun bemalol O'zbekiston YTTsi bilan bemalol savdolarni boshlashimiz mumkin. O'zbekistonda Yandex skladi albatta bor. Biz o'sha FBA sistemalari bo'yicha savdolarni amalga oshirishimiz mumkin. Faqat bu yerda Wildberries bozori katta juda. Albatta mana ekranda ko'rsatib o'tamiz. Bir oylik оборотda bitta rang yoki bitta o'lcham, bitta tovar bo'yicha оборотda juda katta. Bu Wildberries bozori juda gigant bozor hisoblanadi. Asosan Wildberries va Ozon bu o'sha SNG davlatlarida savdo qilib kelyapti. Asosan Wildberriesda konkurent yuqori. Ya'ni bu yerda o'sha SNG davlatdagi sotuvchilar ham mahsulotlarni sotib kelyapti. Assortiment miqdori juda ko'p va bu yerda har bitta marketplace o'zini yo'nalishi bor. Ya'ni qaysi tovarlar yaxshi sotilishi bo'yicha, ya'ni misol uchun Wildberriesda aytib o'tganmiz, ya'ni kiyim-kechaklar, parfumeriya mahsulotlari, uy-ro'zg'or buyumlari, oyoq kiyimlar yaxshi sotiladi. Ozonda esa bu o'sha elektronika, brend mahsulotlar yaxshi sotiladi albatta. Bu ham xuddi o'sha Uzum va Yandex misolida ko'rishimiz mumkin. Uzum bu Wildberries, Yandex esa bu Ozon hisoblanadi. Wildberries haqida gaplashsak, Wildberriesda birinchi navbatda ish boshlash bu noto'g'ri hisoblanadi. Wildberries asosan kimlar uchun?
Wildberries birinchi navbatda ishlab chiqaruvchilar va optiviklar uchun juda katta imkoniyat hisoblanadi Rossiya bozoriga chiqishi uchun. Chunki Wildberriesda konkurent juda yuqori bo'lgani hisobiga va albatta u yerda ob'yom, ya'ni xaridorlar juda ko'p bo'lgani hisobiga albatta bu yerda ostatkalar va pul tomonlama bizda mablag' bo'lishi kerak. Birinchi navbatda agar biz Wildberriesda savdo qiladigan bo'lsak, mahsulotlarimizni biz O'zbekistondagi skladida qo'yib savdo qilishimiz mumkin. Faqat bitta muammoyimiz bor. Muammo bu mahsulot Rossiyaga 14 kunda yetib boradi. Agar siz Wildberriesga kiyim-kechaklar bilan yoki o'sha boshqa turdagi mahsulotlar bilan kiradigan bo'lsangiz, O'zbekiston YTTsi bilan sotish bu narsa noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi 14 kunda Rossiyaga boradigan bo'lsa, Rossiyadagi xaridorlar bu mahsulotni kutishga arzishi kerak. Ya'ni arzishi kerak deganda o'sha mahsulot kutishga arziydigan mahsulot bo'lishi kerak bu yerda. Aytmoqchimanki, oddiy kiyim-kechaklar bilan kiradigan bo'lsangiz yoki oyoq kiyimlar bilan kiradigan bo'lsangiz, O'zbekiston YTTsi bilan u yerda konkurent bo'lgani hisobiga u mahsulotni Rossiyadagi xaridorlar kutish ehtimoli juda qiyin hisoblanadi. O'shaning uchun biz o'sha milliy yo'nalishimiz bo'yicha yoki bo'lmasa yangi trend yoki neobichniy tovarlarimiz bilan Wildberriesga kirishimiz mumkin. Agar biz Wildberriesga kiyim-kechaklar yoki umuman o'zimiz ishlab chiqarish va optiviklar bilan kiradigan bo'lsak, biz YTT, ya'ni o'sha yuridik hujjatimizni Qirg'iziston yoki Rossiyani o'zidan ochgan holatda albatta mahsulotlarimizni sotishimiz mumkin. Sababi O'zbekiston YTTsi bilan tamojniyda muammolar bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston YTTsi bilan siz Wildberries skladiga o'tkazish ozgina murakkab hisoblanadi. O'shaning uchun biz Rossiya yoki Qirg'iziston YTTlari bilan kiradigan bo'lsak, bemalol tamojnidan mahsulotlarimizni o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari Wildberriesda albatta mahsulotlarimizni qo'yganimizdan keyin bu yerda reklama sistemasidan foydalanishimiz shart. Chunki har doim mahsulotimiz to'pda turishi uchun davomiy biz reklamadan foydalanib turamiz. Agar bizda budjet kam bo'ladigan bo'lsa, bu yerda reklama yoqmasak mahsulotga sotish ehtimoli kam hisoblanadi. Chunki u yerda konkurent juda yuqori. Lekin bitta narsani bilib olishimiz kerak, konkurent juda yuqori deb qo'rqish kerak emas albatta. Ya'ni konkurent bo'lgani bilan albatta bu yerda ya'ni xaridorlar soni boshqa marketplacelarga nisbatan yuqori hisoblanadi. Menimcha o'ylayman, biz biladigan o'sha Wildberries, Ozon, Yandex yoki Uzumga nisbatan Wildberriesda xaridorlar soni juda yuqori hisoblanadi. Buni mana ekranlarda ko'rib turibsiz. O'sha savdo hajmi, ya'ni bir oyda bu yerda millionlab rubllab savdolar bo'ladi bitta rang yoki o'lcham bo'yicha. O'shaning uchun biz savdolarimizni yana ham oshirishimiz uchun Rossiya skladiga mahsulotlarimizni jo'natganimiz yaxshi, ya'ni ishlab chiqaruvchi yoki optivik bo'ladigan bo'lsak. Boya yuqorida aytib o'tganimdek, xaridorlarga bir kunda yetkazib berish orqali marketplace juda mashhur va ommalashgan hisoblanadi. O'shaning uchun Wildberries skladiga mahsulotimizni yuboradigan bo'lsak, xaridorlarning qo'liga bir kunda yetib boradi. Wildberriesda shunaqa holat borki, boshqa marketplace'ga nisbatan shtraflar bor. Ya'ni siz mahsulotingizni berayotganingizda ham qo'shimcha to'lovlari, aksiya qo'shishda ham qo'shimcha to'lovlari va komissiya xarajatlari boshqa marketplace'ga nisbatan ozgina farq qilishi mumkin va bu yerda Wildberries shunaqa holatga kelganki, biznes yordam, ya'ni bu qo'llab-quvvatlash xodimlari sizga uncha-muncha yordam berishmaydi. Chunki Wildberries shunaqa narsaki, sizning mahsulotlaringizda qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, kartochkalaringizda muammo bo'ladigan bo'lsa, yordam berish ehtimoli juda kam. O'shaning uchun albatta Wildberriesga kirayotganda ham to'g'ri yo'nalish, to'g'ri algoritm, to'g'ri sistema, tizim bilan kirgan ma'qul. Wildberries xohlasang savdo qil, borim shu deydigan, qo'pol qilib aytganda, shunaqa holatga kelgan. O'shaning uchun oddiy Wildberriesdan ro'yxatdan o'tishi o'zi pullik hisoblanadi. Albatta bu narsa bizga ham keladi. O'shaning uchun hozirgi paytda biz imkoniyatdan foydalangan holatda Uzum va Yandexda ishimizni boshlab turishimiz kerak va qo'shimcha tarzda Wildberries va Ozonga, ya'ni eksport holatiga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Endi Ozon Marketplace haqida gaplashib o'tsak. Ozon Marketplace'da bu ham o'sha Rossiyaning gigant marketplace'laridan hisoblanadi va Ozon Wildberriesga nisbatan oldinroq ishga tushgan. Endi savol tug'iladi, nimaga Wildberries mashhur, lekin Ozon birinchi kirgan? Wildberries shunaqa strategiya bilan kirganki, Uzum ham xuddi Wildberries'ni strategiyasini ko'chirdi. Wildberries Rossiyada har bitta qadamda tarqatish punktlarini ochdi. Ya'ni odamlar ko'ziga ko'proq ko'rindi. O'shaning uchun ham mana qaraydigan bo'lsak, Uzum ham birinchi kirishi bilan tezda viloyatdagi tarqatish punktlarini ochib tashladi. Ya'ni xuddi o'sha Wildberries tizimini, ya'ni o'sha sistemasini, marketingini Uzum o'ziga ko'chirdi. O'sha Wildberries hozirgi Ozonga nisbatan yuqorilab ketishi bunga yaqqol misol bo'lishi mumkin. Ozonda albatta savdolar yaxshi, u yerda ham Wildberriesga nisbatan biroz kam bo'lishi mumkin, lekin Ozonda ham bemalol savdo qilishimiz mumkin. Hozirgi kunda Ozon va Wildberriesda O'zbekistondan turib ham Rossiya mahsulotlarini xarid qilish imkoniyati mavjud. Ozonda keladigan bo'lsak, Ozon ham o'sha Wildberriesga nisbatan ko'proq reklama qilishimiz kerak bo'ladi, ya'ni mahsulotlarimizni yaxshi sotishimiz uchun. U yerda ham albatta o'ziga yarasha konkurentlari, o'ziga yarasha talablari bor. Bu yerda komissiya xarajatlari bor, ortiqcha shtraflar bor bu yerda ham. Biz Ozonda savdo qilishimiz uchun xuddi o'sha FIBO, FIBE sistemalar orqali amalga oshirishimiz mumkin. Bu ham o'sha Ozonda
ma'lum bir yo'nalishlar bo'yicha savdo qilganimiz yaxshi. Azonda asosan bu Yandex misolida aytib o'tdim, elektronika sohasi bu yerda, qurilish mollari va o'sha brend, ya'ni ishonchli brendlar asosan Azonda hisoblanadi va Azonga ishonch yuqori, xuddi o'sha Yandex Marketga o'xshab. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biza qaysi marketplace'da savdolarni amalga oshirishimiz mumkin? Hozirgi kunda offline bozorga nisbatan onlayn bozorda savdolar yuqori va pulaylanmasi katta hisoblanadi. Demak, biz birinchi navbatda Uzum va Yandexdan boshlab turganimiz yaxshi. Agar siz Uzum va Yandexda savdo qilyapsiz, yo'lga tushirib oldingiz va endi qo'shimcha tarzda siz Wildberries va Ozonga, ya'ni eksport holatiga o'tishingiz kerak bo'ladi. Lekin boshlang'ich etapda biz Uzum va Yandex bilan boshlab turamiz. Chunki Uzum va Yandexda budjet birinchidan kam ajratishimiz mumkin. Ikkinchidan, oddiy qilib aytadigan bo'lsam, Uzum Market va Yandex Market bu bog'cha. Nimaga? Chunki biz Uzum Market va Yandex Marketda ishimizni boshlab tizimni qurib olsak yoki tizimga tushib olsak, albatta o'sha narsani biz Wildberries va Ozonda ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. O'shani deganimda, asosan tizim deyarli bir xil ishlaydi. Ba'zi bir holatlarida farq qilish mumkin. Bu o'sha Wildberries bo'lsin yoki Ozon bo'lsin. Xuddi Uzum bilan Yandexda ham farqlari bor ozgina. Lekin tizim bir xil ishlaydi. O'sha FBS, FIBO, FIBA yoki DBS sistemasi misolida. Demak, sizda budjet kam bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol Uzum va Yandexda savdolarni amalga oshirishingiz mumkin. Agar siz ishlab chiqaruvchi yoki optivik bo'ladigan bo'lsangiz, Wildberries va Ozonda o'z faoliyatingizni amalga oshirishingiz mumkin. Ko'p holatda ishlab chiqaruvchi va optiviklar Uzumdagi savdolarning summalarini ko'rib, men offlaynda ham savdo qilib qo'yaman bu holatda deb gapirib o'tishadi. Agar ularga bo'ladigan bo'lsa, siz Wildberries va Ozondan o'z ishingizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Mana yuqorida aytib o'tdim, ya'ni Wildberries va Ozonning o'ziga yarasha taraflari, kamchiliklari, qiyinchiliklari bor albatta. Bu narsa bizga ham keladi. O'shaning uchun hozirda biz Uzum va Yandexda savdolarni amalga oshirib va o'z o'rnimizni topib olishimiz kerak va bu narsa bizga ham keladi. Ya'ni o'sha shtraflar, qanaqadir qiyinchiliklar va savdolarni oshirish bo'yicha marketing instrumentlar, algoritmlar o'zgarishi Uzum va Yandexga ham albatta keladi bu narsa. Keyin kiradigan odamlarda qiyinchiliklar va o'sha kam budjet bilan kirish imkoniyati cheklanib qolishi mumkin. Agar siz ham Uzum va Yandex Marketda xatolarsiz to'g'ri strategiya orqali va to'g'ri tovar tanlash orqali savdolarni boshlamoqchi bo'lsangiz, albatta kurslarimizga yozilishingiz mumkin. Shu video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va biz siz bilan bog'lanib o'tamiz.